bolajonlar, hozir men sizlarga aqlli ketmasin deb nomlangan ertakni o'qib beraman. Hammamiz eshitamiz, ha? Bir badavlat odamning 3 nafar o'g'li bo'lgan ekan. Ular bir-birlari bilan juda inoq, ota-onasiga ham mehribon ekanlar. Bir kuni boylik boyning yoniga kelib debdi: "Zerikdim, xonadoningdan ketaman" debdi. Boy 3 o'g'li bilan alohida maslahat qilmoqchi bo'libdi. Avvalo katta o'g'lini chaqirib so'rabdi: "O'g'lim, boylik xonadonimizdan ketmoqchi. Sen bunga nima deysan?" debdi. To'ng'ich o'g'il javob beribdi: "Otajon, aslo tashvish qilmang. Boylik ketmoqchi bo'lsa ham ketaversin. Bizga aqli kifoya qiladi" debdi. Boy o'rtancha va kenja o'g'illarni ham xuddi shunday javob olibdi. Ota boylikning oldiga borib, uning farzandlarining gapini aytibdi. Shunda boylik debdi: "Mening jonim sening xonadoningga. Bu yerda aqllik bor ekan, men hech qayerga ketmayman" debdi. Bolajonlar, aqllik bo'lsa, boylik hech joyga ketmas ekanmi? Tushundinglarmi ertagimni? Rahmat sizlarga bolajonlarim.